Assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi brifingimiz mavzusi 2026-yilning yanvar-may oylarida Samarqand viloyati statistika boshqarmasida jismoniy yuridik shaxslarning murojaatlari kelib tushgan. Murojaatlar va ularning mazmun-mohiyati hamda ko'rib chiqish holati haqida. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi kunda davlat organlari faoliyatining ochiqligi, alohida sifatli xizmat ko'rsatish hamda murojaatlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan statistika organlari tomonidan ham fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari bilan ochiq muloqot olib borish, ularning murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda amaliy yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2026-yilning yanvar-may oylari davomida Samarqand viloyati statistika boshqarmasiga jami 37 ta murojaat kelib tushgan. Mazkur murojaatlarning 19 tasi to'g'ridan-to'g'ri yozma shaklda, bittasi elektron shaklda, 3 tasi virtual qabulxona orqali, 14 tasi esa sayyor qabullardan qabul qilingan. Bu ko'rsatkichlar fuqarolar hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan statistika organlari faoliyatiga bo'lgan qiziqish va ehtiyoj ortib borilganligini ko'rsatadi. Murojaatlarning mazmun-mohiyati yuzasidan o'tkazilgan tahlillarga ko'ra, asosiy qismi statistik hisobotlarni to'ldirish, kuzatuv so'rovnomalarini rasmiylashtirish hamda hisobotlarni taqdim etish tartibi bo'yicha tushuntirish va amaliy yordam olish bilan bog'liq bo'lgan. Xususan, 21 ta murojaat statistik hisobotlar va kuzatuv so'rovnomalarini to'ldirish masalalariga, 8 ta murojaat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari hamda turli tarmoq yo'nalishlari bo'yicha statistik ma'lumotlar olishga, 4 ta murojaat ro'yxatga olish jarayonlariga to'g'ri keladi. Yana 4 ta murojaat davlat reyestr bazasiga kiritish yoki chiqarish, faoliyat turi hamda murojaatlarni ro'yxatga olish jarayonlariga. Yana 4 ta murojaat davlat registr bazasiga kiritish, chiqarish, faoliyat turi hamda statistik kodlar berish bilan bog'liq masalalarga to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar natijasida murojaatlarning asosiy qismi Samarqand shahri hissasiga to'g'ri kelayotganligi kuzatildi. Jumladan, Samarqand shahridan 18 ta, Qo'shrabot tumanidan 6 ta, Oqdaryo tumanidan 4 ta, Bulung'ur tumanidan 3 ta, Pastdarg'om tumanidan 3 ta, Samarqand tumanidan 2 ta va boshqa viloyatlardan bitta murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlarning turlari bo'yicha tahlil qilinganda 34 ta murojaat yuridik shaxslardan hamda 3 ta murojaat jismoniy shaxslar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa avvalo korxona tashkilotlarining statistik hisobotlarini yuritish, statistik ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha faol murojaatlar qilayotganligini anglatadi. Shuningdek, yil davomida murojaatlar sonining bosqichma-bosqich ortib borilayotganini ham ko'rish mumkin. Xususan, yanvar oyida 17 ta, yanvar-fevral holatiga 26 ta, yanvar-mart yakunida 30 ta, yanvar-aprel holatiga 35 ta, yanvar-may kuniga kelib esa 34 ta murojaatlar qayd etilgan. Eng muhimi, viloyat statistika boshqarmasiga kelib tushgan murojaatlar belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilgan va ular yuzasidan tegishli choralar ko'rilgan. Hisobot davrida rad etilgan murojaatlar mavjud emas. Hurmatli fuqarolar, agar siz statistika organi faoliyati bilan bog'liq masalalar, statistika hisobotlarni topshirish, statistika ma'lumotlarini olish yoki boshqa yo'nalishlarda savollarga ega bo'lsangiz, Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Samarqand viloyati statistika boshqarmasining ishonch telefoni 55 kodi bilan 706 58 60 raqamiga, rasmiy veb-saytiga esa www.samstat.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi pm.gov.uz orqali o'z murojaatingizni yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.